Qo'qonda zavod portladimi? Rasmiy izoh berildi. Xushxabar, endi yo'llarda chiziqni bosganlik uchun kameralar jarima yozmaydi. Rossiya va Ukraina Istanbulda nimalarga kelishib oldi? Rossiyada atigi 1,5% migrant bolalar imtihondan o'tdi. Chegarada harbiy istehkom qurdik. Rossiya armiyasiga yo'llangan yana bir o'zbekistonlik jazoga tortildi. Xushxabar, endi yo'llarda chiziqni bosganlik uchun kameralar jarima yozmaydi. Avtomobil yo'llarida harakatlanish tartibini yanada takomillashtirish, haydovchilarga qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda ularni qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan hukumat qarori qabul qilindi. Bu haqda Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov xabar qildi. Qarorga muvofiq joriy yil 1-iyundan boshlab yo'l chiziqlarini bosib, qoidabuzarlik sodir etish holatlarini maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalari orqali qayd etishga yo'l qo'yilmaydi. To'xtash chizig'i, stop liniya bundan mustasno. 5.33 yo'l belgisi bundan mustasno. Ya'ni haydovchi chiziqni bosib olsa, bu qoidabuzarlik fotoradar yoki video kamera orqali qayd etilmaydi. Demak, avtomatik ravishda jarima yozilmaydi. Lekin yo'l patrul xizmat xodimi tomonidan aniqlanganda qoidabuzarlik o'rnatilgan tartibda rasmiylashtiriladi. Rossiyada atigi 1,5% migrant bolalar imtihondan o'ta oldi. Rossiyada 1762 nafar migrant bolalardan atigi 27 nafari rus tilini bilish bo'yicha imtihonni muvaffaqiyatli topshirdi. Bu haqda Davlat dumasi spikeri Vyacheslav Volodin ma'lum qilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatdagi maktablarda qabul kampaniyasi joriy yilning aprel oyida boshlangan. Test sinovlari boshlanganidan beri 1762 nafar bola hujjat topshirgan. Ulardan 335 nafari imtihonga qo'yilgan. Shundan 44 nafar testda qatnashib, bor yo'g'i 27 nafar imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan. Bu esa umumiy ariza beruvchilarning 1,5%ni tashkil etadi. Vyacheslav Volodin bu holatni Rossiyada qabul qilingan yangi qonunlarning samarasi sifatida baholagan. Uning ta'kidlashicha, hozirgacha migratsiyani nazorat qilish maqsadida 15 ta qonunchilik tashabbusi qabul qilingan va ularning barchasi kuchga kirgan. Xabar qilinishicha, migrantlar uchun rus tilidagi testlar, shu jumladan og'zaki qism 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan har bir o'quv bosqichi uchun alohida ishlab chiqilgan. Maktabga kirish uchun nomzod 90% to'g'ri javoblarga ega bo'lishi kerak. Qabul qilingan federal qonunga ko'ra, migrant bolalarni Rossiya Federatsiyasi hududida qonuniy yashayotganlik holati tekshirilmasdan, shuningdek test sinovi orqali taqiqlangan rus tilini yetarli darajada bilmasdan turib, umumiy o'rta ta'lim muassasalariga qabul qilish taqiqlangani aytib o'tilgan. Rossiya va Ukraina Istanbulda nimalarga kelishib oldi? 16-may kuni Istanbuldagi muzokaralarda Ukraina va Rossiya delegatsiyalari yaqin kunlarda 1000 formatida mahbuslar almashinuvini amalga oshirishga kelishib oldi. Bu haqda Rossiya va Ukraina delegatsiyalari rahbarlari, Rossiya prezidenti yordamchisi Vladimir Medinskiy va Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umarov ma'lum qildi. Umarovning so'zlariga ko'ra, to'g'ridan to'g'ri muzokaralar